Kreditni 2 oy davomida to'lamasam, bank darrov butun kreditni talab qilishi mumkinmi? Tasavvur qiling, siz bankdan 100 million so'm kredit olgansiz, oyiga 5 million so'mdan to'lashga. Biroq 2 oy davomida hech qanday to'lovni amalga oshirmadingiz va sizda jami 10 million so'm kredit qarzdorligi yuzaga keldi. Xo'sh, mazkur holatda bank sizdan faqatgina mazkur 10 million so'm kredit qarzdorligini talab qilishi mumkinmi yoki kreditning to'liq summasinimi? Fuqarolik protsessual kodeksiga yangi modda qo'shiladi azizlar. 746-1 modda. Unga ko'ra, agarda shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, bank dastlab muddatda o'tgan qarzni undirish bo'yicha sudga chiqishi mumkin. Agarda qarzdor shunda ham mazkur muddatda o'tgan qarzni to'lamasagina, sud kreditning to'liq summasini undirish yuzasidan bank foydasiga qaror chiqaradi. Ya'ni, mazkur holatda bank sud orqali sizdan dastlab faqatgina mazkur 10 million so'm kredit qarzini talab qilishi mumkin. Agarda shunda ham siz mazkur 10 million so'mni to'lamasangiz, bank keyingina sud orqali sizdan kreditning butun miqdorini talab qila oladi.